Qancha bo'ldi tug'an? Qanchadan bo'ldi? 40 bo'ldi ma erkaklar. Erkaklari 40 ondan. Nargi 30 33. Qanchadan bo'lib qoladi har birining urg'achilari? 11.200. Ikki tishlari 11.000. Ha, qo'zilar bu, bozorga bor. Qattiq so'rab turasizlar. Assalomu alaykum. Tug'anlar, qandaysizlar? Sizlar men bozorga bor. Bugun 23-dekabr Jalolobod qo'y bozorida tug'anlar. Qo'y bozor tart deganlar, tug'anlar tartda sizlar bo'lsa kanalga qatnashib, like knopkasini bosib qo'yingizlar tug'anlar. Biz boshladik. Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi? Ha? 12 ming so'mdan ha, qo'zi qo'chqorlar. Tug'anlar semiz qo'zi qo'chqorlar 12 ming so'mdan bo'lib turdik. YouTube like bosib turingizlar, qo'y bozor tarqanlar, podpiska qilingizlar, aynan besplatniy bu. 12 ming so'mdan. Soda qaynoqda tug'anlar buna qo'y bozorga kirsanglar, Jalolobodda negiz soda yaxshi bo'ladi. Qattiqlik podpiska qilib turasiz. Qaysini so'rayapsiz aka? No uchovini? Qaysi ko'yini? Ha, nomini no chetdagi. Qo'chqorlar qancha berdi? Eko'ni 8 dan. Eko'ni 15 ming bo'ldi. 8,5 dan? 15 ha, 7,5 dan. Ha, men arzon ekan. Qo'ying tartdim. 7,5 dan berdi ekan tug'anlar. Ana bu yerda Hasanbay bunlar Saxalinga ad dushi salom, Lugoyda mal fermaga salomlar yo'llaydi nol odam. U erkak burg'achi u? Erkak. Qanchadan aka? Assalomu alaykum. 11 ming so'mdan ekan erkak. Kami bor. Barpaga bo'lsa dastavkasi bor. Ha, barpaga bo'lsa dastavkasi bor deb deqonchilik. Saxalindagilar shuni tanigan odamlar bir like bosib, kommentariy yozingizlar, ot kim ekanini. Qanchaga ketdi aka qo'ylarimiz tartamiz? 88 bo'ldi. 8800 ga? Qo'zi qo'chqor. Ha, 8000. Qo'y arzon ekan tug'anlar Jalolobodda. No yerda tug'anlar balalı qo'ylarga keldik. Do'st, qancha so'm nodasın buni? 15. Balasi men billabi? Yo'q. Bo'z o'xshaydi. Bo'z. Qancha tish? 8 tish bo'ldi. 8 tish 15 mingga. Ta qo'zi qancha do'st? 10 ming erkak? Urg'ach qo'zi 10 ming so'm ekan tug'anlar. 6 ming ele desang. 6 ming ele desang dey. Tug'anlar like'larni bosib turamiz. Aka qancha bo'ldi? Qarib qaptirajash. Tishi maydalab qo'y qancha vaqtchasi? 14. Bozor qancha berdi aka? 11 berdi. Balalı qo'ylar qanchadan bo'ldi do'st? Egiz balasi 23. Egiz balasi men 23 ming bo'lib turdi. Qanday bundan? Narg'ichi bir balasi men. Tishi qanday tishi? 6 tish qo'ylar. Qanday o'qtamar? Bir balasi 15,5 ekiz. Dag'im bir qancha tish do'stim? Qancha tish bo'ldi? 1,5 million bunda. Rozi bo'ldi. Tishi bor, jashoqda. Qancha berib qo'ydingiz ava? 13,5 ming ve semizroq qo'ygan tug'anlar bunda. 13,5 ming ava berdi. Sate do'st, sate. Qiyilva. Balalı qo'ylar so'raganlarga. Bu balasi men qancha do'st? Ya, ava 12 da bunda bola, Yine bala, yenesi silishim qarib qaptir ha? Yo'q, yashmadi. Ha, murda qarib ketdi-da. Qancha tish? 2. 6 sho'qda. 6 tish ekan tug'anlar. Ha, mana o'zichi, aka. Buni 8 da o'tam. 8 ming Tangroq. Tartangroq, ha. Maydalab qaptir bu, aka. Uzoqdan qo'zilar o'tamiz. Like'larni bosib turamiz, esdan chiqarib qo'y. Mol qo'y sotilar turganlar nomer qoldiramiz. Yozaverasiz, reklama deb. Mana qo'zilarga kelib. Qanchadan aka qo'zilar? 6 ming. 6 mingdan. Bunalar-chi? 6 ming so'mdan qo'zilar bundan tug'anlar. Ushiga chiqqan qo'y purish konchini. Yaxshi. Qancha bo'ldi bu qo'y? 6,5 ming. Qo'za? Qara. Bergin buni. Qara. Qaysini bertasiz aka? Bundoqo. Bundan tug'anlar. Nima? Qo'y urdab keldingmi sen? Shuni aytdim. Shuni qo'yamda. Qo'lingiz olayda-da buraga. Qaysini berding? Qancha verding? Bular alindi. Satilar. Qanchadan aldinglar? 8,5 ga. 8,5 ga oldi dedim, ne tug'an ekan. No tarsangmi? Gilegan qo'zi. 8 ming so'm pul. Yo'q. 8,5 ga olurmi shuni? Yo'q, 8 ming so'm pul. Ber. Yo'q, ne adam turib aytamiz. Ber.
Bol de tartı. 8.000 so'm bo'ldi buni. Tuğanlar bu yerda bundan da aralash bo'lib ketdi. Biri satib atgan alıp atgan satib tushunmay ham qoldim. Bundan da tushuntirib beradigan adam kerak bo'lib qoldi. Bozor xabar patcha so'p qo'ysin aka 8.5 dan. Bu yerda tuğanlar bundan jalg'at alıp atgan sırası satib ham beraveradi ekan. Tuğanlar. Eto'y bo'lib qoldi. Aytib beraver, kommentariy beraver. O'sha yeysiz, nol turgandir? Qo'zlar qanchadan? 8.000 so'mdan. Like bosib turg'lar. Like'dan bos qilay. Mana. Ey, bos qilay. 22.000 bo'ldi dedi. Qaysi uchov bo'ldi? Tuğan. Ha, olib qo'ydinglarmi? Meni aldab qo'ydi. Aldadi. Ha, satdingizmi siz? Men satdim. 22.000. 3 qo'y 22.000 bo'lsa qo'y arzonda olib qilalar. Bundukda pul oldu. Ha, bundukda pul olib qoldi. Beraymi? Urg'achi qiz qo'zlar. Ha, like'lar dadil bosam deydi. Nima bo'ldi? Qo'zlar savdosi. Ana shu do'stlarga qo'ymoqchilar. Qancha berdasan, Rava? 12 berdi. 6dan 12 va? Ha, men qo'y jamoalardan olibdi. 6dan bo'lsa, undugili bo'lib qoldi. Undug emas 3.000, 4.000 bo'ldi. 5.000. 5.000 bo'ldi deganlar. 6dan 12.000 berdi. 13.5 olganlar. Qancha qoldi dedingiz aka? 13.5 olgan. 13.5. 6.5 dan oldi debsiz. 6.750 dan oldi deb turganlar. Ha, yaxshi. Bering avay, undug avay aytasiz. Qo'z oltasi va. 7 varsa 7 qarangni chiqib. Vos, olib beradi, olib. Qanchadan bo'ldi aka? 6.800 dan 7.000 so'mgacha bo'ldi shu. Qo'zlar, urg'achi qo'zlar. 6.800, 6.700 dan bo'lib turibdi. $10.000 beringizda turadi o'sha qashqaqa. 10.000 bo'ldi va. Qancha tish aka? 4 tush qo'y. 4 tush qo'y 10.000 bo'ldi turganlar. Bozorga bor. Snow. Ha. Na, tatqan ham keldik. Qaysi bo'ldi aka? Mana. Qancha tish bu? Bloger bu. Ha, qancha tish aka qo'y? Haqiqatan qancha tish ekan degan. Ha? Ochib ko'rsang. Qarra qo'y ekan. Ha, maydalab qolib achish kerak edi. Qancha berdi aka shuga? Aka qancha berdasizlar? Nonga. Nonga. Ha. Ami, qancha berdi aka? Yekovni bu. Yekovni 25 berdi degan o'g'anda. Qo'y aka. So'yish. 4 tish qancha aka? 12 kemi bor. 12.000 kemi bor so'yish. 4 tish qo'ygan aka. 4 tishni. Ha, yaxshi aka, 12 kam bor 4 tish. Ha, buni qancha baho bo'ldi aka? 8.000 so'm. 8.000. Qancha tish ekan? Ha, qariq. Anda zo'r baho berib tur, qariq qo'y bo'lsa 8.000. Sotamaydi-da shu aka. Yo'qsa o'zi chiqib sotgan bundan keyin, dadaga berishdim. Qancha berdingiz aka? 11.5 dan. 23.000 berdim aka. Qo'z qo'chqorlar. Ha, 11.5 dan 23.000 berdi. 23.000. Qancha qoldi deding ukam? Ha? Aytavering. Aytaver mana qilib. 15 danmi? 14.000 dan kam bor. 12 ga sotadi ekanda akalar, 12. Nami bor demaysiz. Mana, bo'ldi. Bolali qo'y. Aka, qancha bu bolasi men? Bolasi erkakmi? Erkak. Erkak bolasi. Tishichi? 8 tish qari qo'y ekan. 8. Qo'chqorlarga keldik. 25 ming oldi. Qaysinga bu 25 deydi aka? Ekoga, ekoni 25 ming berdi. Bular qanchadan? 20 dan kam. 20 mingdan kami bor deydi. Qo'za bular ha? Qo'zi qo'chqorlar. Na qo'zi qo'chqorlar. Qanchadan deding? 17. 17 ming so'mdan kam bor. Qaralar ha? Nalarchi bularchi bular? Bular 18. 18 ming so'm. Bunda bo'sh qancha bunday video aytib qo'ysang 17, 18. 16 dan berasizmi? Yaxshi. Arashan qo'chqorlar. Bunda. Qancha tishlar brat? 2 tish qo'chqorlar. Qanchadan aqchasi? 25 dan Dungini 25 dan dedi to'xtumga. Ha, bunda kallavachigacha adinoshni. 35? 35 ming so'mdan dedi. Arashan qo'chqorlar tug'anlar. Ya 11.5 ga bering biz. Qaysini ber? Mana. Erkak qo'za, qo'zi qo'chqor. So'yishga o'xshaydi. 11.5. Enchiga zo'r bo'layotgan biroq. Qancha qoldi dedingiz aka? 12.5 ga oldi. Ha, o'z tushishingiz kerak. Bular ham kichkina chiqadi, siz ham kichkina tushib bo'lsangiz bo'lmaydi. 12.5. Men 12 300 olasiz, 200 tushdim aka.
Erkek 300 olmaz. 11,5 milyon. Ya. 11,800. Aka 12 kılın versin, 12 kılın 200 so'm emin. Bu yağam tushsin. 300 so'm tushadi, 12 bo'lsa ровно нормальный bo'ladi. O'sha juktab ketdi. Ha. Like'larda basamiz, podpisatlarni jaramiz. Tuganlar. Cho'ng qo'chqor. Aka qancha so'mda o'tasiz bu qo'chqorda? 40 ming ha? Buyurib o'zim. Gisari. Qancha tish aka? 2 tish. 40 ming so'm. Semiz ekan esa. Qancha berdi bozor? 32 berdi ha, 32 ming. Qo'y arzon ha biroq ha? Qo'y arzon tuganlar. Biratlar qaysinga savdo bo'ldi? Qaysinsiga? Nos. Qancha berasiz? 34 ming. Ektish. 4 tish 34 ming so'm berdi degan tuganlar. 4 tishga 34 ming so'm tuganlar. Babaydi. Mol qo'y sotganlar jazosizlar, like bosib, podpisatsa qilib turamiz. Ya qancha o'tasizlar aka buni? Pulu, tiyini. 50 ming. Emesichi tishi? Tishi 8 tish. 8 tish 50 ming so'm. Ha, janaqlar qanday raziyasi bor endi? Shundaylar qo'chqorlar Qozog'istonda 100 ming, 150 ming dollarga sotildi. Endi bizda Qirg'izistonda boya tushib ketdi-ku. Qirg'izistonda tushib ketdi biroq. Biroq shundaylar qo'chqorlarda 150 ming, 200 ming dollar deb turadi. Kiraz video tugatuvchi aka qancha so'mdan aka qo'zlar, qo'chqorlar? 35 ming so'mdan. Qancha tish aka bular? 4 qo'chqorlar 35 ming. 30 ga beradi ekanda. Bozor xabar.